Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi kun siz uchun oddiy kun emas. Har bir burchda kutilmagan burilishlar, ichki hislar va qiziqarli tanlovlar bor. Kimdir dam olishni tanlaydi, kimdir esa hayotga sho'ng'iydi. Lekin hamma uchun bir narsa aniq. Bugun befarq o'tmaydi. Keling, yulduzlar sizga nima tayyorlaganini birgalikda bilib olamiz. Qo'y burchi vakillari, bugun sizni hech kim to'xtata olmaydigandek tuyuladi. Ichingizda anchadan beri yig'ilib qolgan gaplar, charchoq va endi yetadi degan hissiyot birdan yuzaga chiqadi. Eng qizig'i, bu safar jim bo'lib qolmaysiz. Kimdir sizni avvalgidek boshqaraman deb o'ylasa, adashadi. Siz o'zgaryapsiz va bu o'zgarish hammaga ham yoqmaydi. Bugun miyangiz juda tiniq ishlaydi. Odatda e'tibor bermaydigan narsalarni ham ilg'ay boshlaysiz. Kim sizni chin dildan qo'llayotgani, kim esa faqat foyda uchun yoningizda yurishini his qilasiz. Shu sabab ayrim insonlardan sovuqlashishingiz mumkin. Lekin bu yomon emas. Ba'zan ortiqcha odamlar ketmasa, yangi imkoniyat kirib kelmaydi. Ish yoki pul masalasida bugun juda muhim qaror chiqishi mumkin. Shoshilmang, lekin ikkilanib ham o'tirmang. Sizning ichki sezgingiz hozir juda kuchli, ayniqsa bir inson bilan bo'ladigan suhbat kayfiyatingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Ehtimol siz kutmagan gapni eshitasiz. Sevgi masalasida esa vaziyat qiziq. Kimdir sizga befarq emas, faqat u buni yashirishga urinmoqda. Siz esa allaqachon sezib bo'lgansiz. Bugun bir qarash, bir tabassum yoki oddiy yozilgan xabar yuragingizni tezroq urdiradi. Eng muhimi, bugun o'zingizni kichraytirmang. Siz uzoq vaqt boshqalar uchun yashadingiz. Endi navbat o'zingizga yetadi. Bugungi kun sizga bitta narsani ko'rsatadi. Siz o'ylagandan ancha kuchlisiz. Buzoq burchi vakillari, bugun pul mavzusi siz uchun oddiy gap emas. Kimdir bilan bo'ladigan suhbat, kutilmagan taklif yoki bir ko'rib chiqaylik deb boshlangan ish sizga yangi daromad eshigini ochib berishi mumkin. Eng qizig'i, bu imkoniyat siz o'ylagan joydan emas, umuman boshqa tomondan keladi. Shuning uchun bugun yo'q deyishga shoshilmang. Sizni anchadan beri kuzatayotgan inson bor. U sizning mehnatingizni sezgan, faqat hozir buni aytish vaqti kelmoqda. Ayniqsa, ish, o'qish yoki hujjatlar bilan bog'liq masalada omad siz tomonda. Bugun bitta to'g'ri gap yoki dadil qaror keyingi o'ylaringizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Lekin yurak masalasida siz biroz charchagansiz. Hamma narsani ichingizga yutayverib, o'zingizni unutib qo'ygansiz. Bugun esa ichingizdagi ovoz aniq gapiradi. Endi o'zingizni ham o'ylang. Siz kimnidir yo'qotishdan qo'rqib juda ko'p narsaga chidagansiz. Ammo haqiqiy mehr odamni holdan toydirmaydi, aksincha kuch beradi. Bugun siz boshqalarning kayfiyatini ko'tarishingiz mumkin. Lekin avval o'zingizni tiklang. Ayniqsa, kechga yaqin tanangiz signal bera boshlaydi. Charchoq, bo'yin og'rig'i yoki tushunarsiz bezovtalik va shunchaki tana emas, ruh ham dam olishni so'rayapti. Bir narsani unutmang, siz hammaga yoqishga majbur emassiz. Kimdir sizning sokinligingizni zaiflik deb o'ylaydi, aslida esa siz sabr qilayotgan odamsiz va sabrning ham chegarasi bo'ladi. Bugun sizning ichingizda juda katta o'zgarish boshlanadi. Tashqaridan bilinmasligi mumkin, lekin siz endi avvalgi inson emassiz. Egizak burchi vakillari, bugun siz kirgan joy birdan jonlanib ketadi. Odamlar siz bilan gaplashishni xohlaydi, sizni tinglaydi. Hatto siz sezmagan holda ham sizga tortiladi. Negadir bugun so'zlaringiz boshqacha ta'sir qiladi. Oddiy hazilingiz ham kimningdir kayfiyatini ko'taradi. Oddiy bir gapingiz esa birovning xayolidan chiqmay qoladi. Lekin ichingizda boshqa jarayon ketmoqda. Tashqaridan quvnoq ko'rinsangiz ham qalbingiz anchadan beri javob izlaydi. Siz bir narsani asta-sekin tushunyapsiz. Hammani qutqarishga urinishdan oldin o'zingizni yig'ib olishingiz kerak. Bugun shu haqiqat yuzaga chiqadi. Sizni oldin qiynagan bir vaziyat endi unchalik qo'rqinchli tuyulmaydi. Chunki siz kuchaygansiz. O'sha eski og'riq hali butunlay ketmagan bo'lishi mumkin, lekin u endi sizni boshqarmaydi va bu juda katta yutuq. Ish yoki o'qish tarafdan esa kichik imkoniyat paydo bo'ladi. Hammaga oddiy ko'ringan narsa aslida siz uchun yangi bosqich boshlanishi bo'lishi mumkin. Ayniqsa,
Bugun kim bilan qanday gaplashayotganingiz juda muhim, chunki odamlar sizni kuzatadi. Siz aytgan gaplardan ko'ra o'zingizni qanday tutishingiz ko'proq esda qoladi. Sevgi masalasida esa yuragingiz tinchlik qidiryapti. Drama emas, o'yin emas. Sizni tushunadigan, yonida o'zingizni majburlab ko'rsatmaydigan inson kerak. Bugun aynan shunday energiyani his qilishingiz mumkin. Kechqurun esa telefoningiz jim bo'lmaydi. Xabarlar, chaqiruvlar, takliflar, lekin eng muhim suhbat boshqalar bilan emas, o'zingiz bilan bo'ladi. Va nihoyat siz bir narsani tan olasiz. Sizning qalbingiz charchagan edi, endi esa u asta-sekin tiklanmoqda. Qisqichbaqa burji vakillari, bugun siz odatdagidan sokinroq bo'lasiz. Shovqin, ortiqcha gaplar, sun'iy kulgilar sizni charchatadi. Ichingiz hammasidan biroz uzoqlashay deyapti. Va rostini aytganda, bu safar qalbingiz noto'g'ri emas. Oxirgi paytlarda juda ko'p narsani ichingizga yutdingiz. Kimnidir ranjitmaslik uchun jim qoldingiz, kimnidir yo'qotmaslik uchun o'zingizni o'zgartirdingiz. Lekin bugun ichingizdagi og'riq boshqacha gapiryapti. Endi o'zingizni unutmang. Sizning eng katta muammongiz hammaga mehr berib, o'zingizni bo'sh qoldirishingiz. Bugun esa hayot sizga juda muhim narsani ko'rsatadi. Siz ham e'tibor, mehr va tushunishga loyiqsiz va buning uchun kurashishingiz shart emas. Ish tarafdan esa ehtiyot bo'ling. Bugun kimdir sizning sabringizni sinashi mumkin, ayniqsa noto'g'ri tushunishlar yoki mayda tortishuvlar kayfiyatingizni buzadi. Lekin har bir gapga javob qaytarish shart emas. Ba'zi odamlar sizdan reaksiya kutadi, ammo siz javob bermang. Sevgi masalasida esa yuragingiz juda sezgir bo'lib qoladi. Bir qarash, bir sovuq gap yoki e'tiborsizlik sizni o'ylantirib qo'yadi. Lekin bugun bir narsani unutmang. Sizni chin sevgan inson sizni taxmin qilishga majbur qilmaydi. Uning mehrini aniq his qilasiz. Kechga yaqin esa eski xotiralar qaytishi mumkin. Kimningdir ismi, eski yozishma yoki bir qo'shiq yuragingizni titratadi, lekin bu orqaga qaytish uchun emas. Bu nihoyat qo'yib yuborish uchun. Bugun siz asta-sekin o'zingizni yig'ib olyapsiz, avvalgidek emas. Bu safar boshqalar uchun emas, o'zingiz uchun yashashni o'rganyapsiz. Arslon burji vakillari, bugun sizni hech kim to'xtata olmaydigandek tuyuladi. Ichingizda anchadan beri yig'ilib qolgan bosim asta-sekin chiqib ketmoqda. Oxirgi kunlarda hammaga jilmayib yurib, aslida ichingizda qancha gap qolganini faqat o'zingiz bilasiz. Endi esa nimadir o'zgaryapti. Siz yana o'zingizga qaytyapsiz. Bugun eng qizig'i, odamlar sizdagi o'zgarishni sezadi. Siz gapirmasangiz ham qarashingiz boshqacha bo'ladi. Kimdir sizni yana izlay boshlaydi, kimdir esa sizning sovuqligingizdan xavotir oladi, chunki siz avvalgidek hammani ortidan yuguradigan odam emassiz va bu juda kuchli energiya beradi. Pul masalasida ham ichki sezgingiz aldab qo'ymaydi. Bugun kimning gapiga ishonish, kimdan uzoqroq yurish kerakligini yuragingiz sezadi. Bir taklif yoki oddiy suhbat keyingi haftalardagi katta o'zgarishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun beparvo bo'lmang. Muhabbatda esa vaziyat qiziq. Sizni kuzatayotgan inson bor, balki u yozmayotgandir, balki jimdir, lekin siz haqingizda o'ylayapti. Ayniqsa sizning befarq ko'rinishingiz uni battar tortmoqda. Bugun aynan sizning sukutingiz eng katta qurolga aylanadi. Kechqurun esa yuragingiz yengillashadi. O'zingizni qiynab kelgan bir fikr asta-sekin yo'qoladi va eng muhimi, siz yana o'zingizni yoqtira boshlaysiz. Shu hissiyot esa hammasini o'zgartiradi. Parizod burji vakillari, bugun sizning ichingizdagi sukut gapirishni boshlaydi. Anchadan beri yutib kelgan gaplaringiz bor edi. Kimnidir xafa qilmaslik uchun tinchlik buzilmasin deb ko'p narsani ichingizga yutdingiz. Lekin bugun yuragingiz yetar deydi va eng qizig'i, siz nihoyat o'zingizni eshitishni boshlaysiz. Atrofdagilar sizni har doim kuchli, hammasini joyida qiladigan inson deb biladi. Ammo hech kim sizning ichingizdagi charchoqni ko'rmaydi. Bugun esa aynan shu charchoq o'zini sezdiradi. Sizga dam olish kerak. Faqat tana emas, miyangiz ham hordiq so'rayapti. Har narsani nazorat qilishga urinish sizni asta-sekin holdan toydiryapti. Ish yoki pul masalasida bir kichik detal katta narsani ochib beradi. Kimningdir gapidan keyin sizning fikringiz o'zgarishi mumkin.
Bugun hamma narsaga ko'r-ko'rona ishonmang. Ayniqsa shirin gapiradigan odamlar sizni chalg'itishi mumkin. Siz esa ichki sezgingizga quloq solsangiz xato qilmaysiz. Muhabbatda esa vaziyat ancha nozik. Kimdir sizdan sovuqlashgandek tuyuladi, lekin aslida u sizdan javob kutyapti. Sizning jimligingiz uni qiynayapti. Bugun birgina oddiy gap munosabatni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Kechqurun esa nimadir tiniqlashadi. Go'yo miyangizdagi ortiqcha shovqin kamayadi va siz tushunasiz. Hammani qutqarishga urinib, o'zingizni unutib qo'yibsiz. Endi esa navbat o'zingizniki. Tarozi burji vakillari. Bugun sizni odamlar boshqacha ko'radi. Go'yo ichingizdagi har bir narsa tashqariga chiqayotgandek. Siz odatda hammani tushunishga, hammaga moslashishga urinadigan odamsiz. Lekin bugun ichingizda boshqa kayfiyat bor. Endi o'zimni ham o'ylayman degan hissiyot uyg'onadi va bu sizga juda yarashadi. Kun davomida kimdir sizni sinab ko'rishi mumkin. Ishda bo'ladimi, munosabatda bo'ladimi, sizdan javob kutishadi. Oldin bo'lsa sukut qilardingiz. Bugun esa ichingizdagi haqiqat tilingizga chiqadi. Eng qizig'i, odamlar aynan shu jasoratingizni hurmat qiladi. Siz nihoyat yo'q deyishni o'rganyapsiz. Pul masalasida ham ehtiyotkor bo'ling. Kimningdir va'dasi juda chiroyli eshitiladi, lekin tagida boshqa niyat bo'lishi mumkin. Bugun yuragingiz bezovta qilgan narsani e'tiborsiz qoldirmang. Sizning sezgirligingiz kuchli ishlayapti. Ayniqsa kechga yaqin bir gap yoki xabar sizni o'ylantirib qo'yadi. Sevgi masalasida esa yuragingiz anchadan beri jim yig'layotgandi. Siz ko'p narsani ichingizga yutasiz. Mayli deb yurayverasiz, lekin bugun ichingizdagi alam chiqishni xohlaydi va bilasizmi, bu yomon emas, chunki siz ham his-tuyg'ularingizni yashirmaslikka haqlisiz. Kechqurun esa nimadir yengillashadi. Kimdir bilan bo'lgan suhbat yoki oddiy bir qarash ichingizdagi tugunni yechadi. Siz tushunasiz, ba'zi odamlar ketishi kerak ekan, lekin ba'zilari esa qolish uchun kurashadi. Endi siz ham kim sizniki ekanini aniqroq ko'ra boshlaysiz. Chayon burji vakillari. Bugun sizning ichingizdagi sirli kuch uyg'onadi. Odatda siz ko'p narsani ko'rsatmaydigan odamsiz. Og'riqni ham, sevgini ham ichingizda yashirasiz. Lekin bugun yuragingiz sizni fosh qilishi mumkin. Ko'zlaringiz hamma narsani aytib qo'yadi va eng qizig'i, odamlar sizdan ko'z uzolmay qoladi. Bugun kimdir sizni asabiylashtiradi. Balki gapidan, balki befarqligidan. Avvalgi inson bo'lganingizda edi portlab ketar edingiz, lekin bugun siz boshqacha yo'l tanlaysiz, jim turasiz va mana shu jimlik qarshingizdagi odamni battar bezovta qiladi, chunki sizning sukutingiz oddiy emas, unda sovuq kuch bor. Pul va ish taraflama esa siz sezmagan narsalar sekin o'zgarib boryapti. Kimdir sizni kuzatyapti, sizning mehnatingizni, sabringizni ko'rib turibdi. Hozircha jim bo'lishi mumkin, lekin yaqin orada siz kutmagan imkoniyat chiqadi. Bugun esa shoshmaslik kerak. Hamma narsani birdaniga hal qilaman deb o'zingizni charchatmang. Muhabbatda esa yuragingiz juda ochilib ketishi mumkin. Siz aslida juda chuqur sevasiz, faqat buni hamma ham bilmaydi. Bugun aynan shu his sizni zaiflashtirgandek tuyuladi, lekin aslida bu sizning eng katta kuchingizdir. Kimdir sizdan mehr kutyapti, kimdir esa sizning qaytishingizni. Kechqurun esa ishingizda bir yengillik paydo bo'ladi. Go'yo uzoq vaqt bosib turgan hissiyot chiqib ketayotgandek. Siz nihoyat tushunasiz, o'zingizni ham sevmasangiz, hech kim sizni to'liq qadrlamaydi va bugun aynan shu haqiqat yuragingizga yetib boradi. O'qotar burji vakillari. O'qotar burji uchun kun oddiy boshlanmaydi. Ertalab uyg'onganingizda ichingizda g'alati bezovtalik bo'lishi mumkin. Xuddi bir narsa o'zgarishi kerakligini bilasiz, lekin nima ekanini aniq tushunmaysiz. Shoshilmang, bugun hamma narsani tez hal qilish kuni emas. Aksincha, sizni sinaydigan vaziyatlar sekin-asta chiqib keladi va har birida sizning javobingiz muhim bo'ladi. Odamlar bilan gaplashganda ehtiyot bo'ling. Kimdir sizning ochiq gapirish odatingizni noto'g'ri tushunishi mumkin, lekin bu siz jim bo'lishingiz kerak degani emas. Faqat har so'zni darrov aytmasdan, biroz ichingizda ushlab turib keyin gapiring. Bugun sizning bitta gapingiz ham kimningdir fikrini o'zgartirib yuborishi mumkin.
ish yoki o'qish tarafda kutilmagan taklif chiqishi ehtimoli bor. Avvaliga u sizga mayda yoki foydasiz ko'rinadi, lekin tezda fikringiz o'zgarishi mumkin. Eng qiziq joyi, bugun siz rad etgan narsa keyinchalik afsus qildirishi ham mumkin. Shuning uchun shoshilinch qaror qabul qilmang. Yaqin insonlar bilan munosabatda esa biroz issiqroq muhit bo'ladi. Kimdir sizga ochiqroq yaqinlashishga harakat qiladi, lekin siz odatdagidek erkinlikni tanlashingiz mumkin. Shu yerda kichik ichki kurash boshlanadi. Erkinlikmi yoki yaqinlik? Kunning oxiriga borib, siz bir narsani aniq his qilasiz. Hayotingizda o'zgarish boshlanmoqda, lekin u sekin, jim va sezilmaydigan tarzda kirib kelmoqda. Eng muhimi, bugun hech narsadan qochmang. Sizni to'xtatayotgan narsa tashqarida emas, ichingizda bo'lishi mumkin. Tog' echkisi burji vakillari. Bugun siz ikki yo'l orasida qolasiz. Birinchida tinch hayot, ikkinchisida esa biroz telbalik bor. Qiziq tomoni, ikkisi ham sizni chaqiryapti. Ertalab kayfiyatingiz o'zgaruvchan bo'ladi. Bir payt ishlashni xohlaysiz, boshqa payt hammasini tashlab ketgingiz keladi. Lekin bugun muhim narsa, qaysi yo'lni tanlamasangiz ham o'zingizni oqlashga urinmang. Kimdir sizni tushunmaydi, kimdir esa ortingizdan gap qiladi. Lekin bu sizni to'xtatmasin. Bugun sizning kuchingiz boshqalarning fikrida emas, o'zingizni qanday tutishingizdadir. Kun o'rtasiga borib, atrofingizdagi odamlar sizni sinashni boshlashi mumkin. Kimdir sizni tezroq qaror qabul qilishga undaydi, kimdir esa sizni shubhada qoldiradi. Lekin bu yerda eng katta xato shoshilish. Bugun siz sekin yursangiz ham, to'g'ri yursangiz yutasiz. Ichingizda ketaymi yoki qolaymi degan savol ko'payadi, lekin javob tashqarida emas. Siz o'zingizni yo'qotmaganingizcha hech kim sizni yo'ldan chiqara olmaydi. Ba'zi eshiklar yopilsa, bu sizning zararingizga emas, bu ortiqcha yuklardan qutulish uchun bo'ladi. Kunning oxiriga kelib siz bitta narsani tushunasiz. Bugun hamma narsa sizga qarshi bo'lgandek tuyulgan bo'lsa ham, aslida hammasi sizni kuchliroq qilish uchun bo'ladi. Siz ba'zan jim turib yutasiz, ba'zan esa jasorat bilan chiqib ketasiz. Eng muhim narsa o'zingizga xiyonat qilmaslikdir. Bugun shuni eslab qoling. Bugun oson kun bo'lmaydi, lekin foydali kun bo'ladi. Har bir noqulay vaziyat sizni keyingi qadamga tayyorlaydi. Kimdir sizni to'xtatmoqchi bo'lsa ham, bu faqat sinov. Siz esa sinovdan o'tadigan odamsiz. Eng qizig'i, bugun qayerga borsangiz ham o'zingizni boshqacha his qilasiz. Go'yo ichingizda yangi sahifa ochilgandek. Ishoning, bugun siz o'zingiz kutmagan kuchni ichingizdan topasiz va bundan hayratlanasiz. Qovg'a burji vakillari. Qovg'a burji vakillari uchun bugun hammasi kutilmagan yo'ldan ketadi. Ertalabdan boshlab ichingizda g'alati yengillik paydo bo'ladi. Go'yo nimadir yaxshi tomonga burilayotgandek, lekin hali aniq ko'rinmaydi. Eng qizig'i, bugun siz ko'p narsani tushunib yetasiz, lekin gapirishdan ko'ra ko'proq his qilish muhim bo'ladi. Atrofingizdagi odamlar sizni odatdagidan boshqacha ko'rishi mumkin. Siz esa o'zingizni biroz yumshoqroq, hatto odatdagi mustaqil va sovuqqon obrazdan chiqib ketgandek his qilasiz. Bu yomon emas. Aksincha, kimdir sizni aynan shu tarafingiz uchun yaqinroq his qila boshlaydi. Bugun ko'p gapirish shart emas. Ba'zi narsalarni jim turib ham yetkazish mumkin. Kun davomida kichik imkoniyat chiqadi. Katta shov-shuvsiz, lekin kelajakda eslab yuriladigan bir eshik ochilishi mumkin. Ko'pchilik uni sezmay o'tib ketadi, lekin siz sezsangiz, demak bu bekorga emas. Eng muhimi, bugun shoshilmang. Kimdir sizni tez qaror qabul qilishga undashi mumkin, lekin sizning kuchingiz aynan to'xtab turib kuzatishda. Ichki tomonda esa yumshoq o'zgarishlar boshlanadi. Siz ba'zi eski fikrlarni tashlab, o'zingizni yengilroq his qila boshlaysiz. Go'yo ichingizda ortiqcha yuk kamaygandek. Bu jarayon shovqinsiz, lekin juda muhim. Siz buni darrov sezmasligingiz mumkin, lekin bir necha kun ichida farq aniq bilinadi. Odamlar bilan uchrashuvlar, oddiy suhbatlar, kulgi va erkin muhit bugun sizga juda yaxshi ta'sir qiladi. Kimdir sizni kuldiradi, kimdir esa kutilmagan gap bilan o'ylantirib qo'yadi. Kunning oxirida esa siz shuni tushunasiz. Bugun katta voqealar kuni emas,
Lekin ichki o'zgarishlar kuni. Tashqarida ko'p narsa o'zgarmagandek ko'rinsa ham, ichingizda yangi qarashlar shakllanadi. Eng muhimi, o'zingizni majburlamang. Baliq burji vakillari. Bugun baliqlar uchun kun biroz tanlov kuniga o'xshaydi. Ertalab uyg'onganingizda hamma narsa ochiq qoladi. Uyda jim o'tirib dam olish ham mumkin. Chiqib odamlar orasiga kirish ham. Eng qiziq joyi, ikkala yo'l ham yomon emas. Faqat muammo shundaki, ichingiz ikkiga bo'linadi. Bir tomoni tinchlik deydi, ikkinchisi esa hayotga aralash deydi. Uy tomonda ham mayda yumushlar chiqishi mumkin. Kimdir uy ishini eslatadi, kimdir eski narsalarni tartibga keltirishni xohlaydi. Shunday bo'lsa ham bu sizni zeriktirmaydi. Aksincha, kichik o'zgarishlar kayfiyatingizni tozalab yuboradi. Oilaviy suhbatlar bo'lishi ehtimoli bor va bu suhbatlar oddiy gap emas. Ichingizda yig'ilib qolgan narsalarni chiqarib yuborishga yordam beradi. Bugun siz gapirganda oddiy gap ham boshqalarga boshqacha ta'sir qiladi. Shuning uchun ichingizdagi narsani bosib yurishdan ko'ra, muloyim qilib aytish foydaliroq bo'ladi. Hammasini baland ovozda emas, lekin aniq va rost gapirish bugun sizga yengillik beradi. Kimdir sizni tushunishi mumkin, kimdir esa hayron qoladi. Lekin bu normal. Kun davomida biroz charchoq yoki ichki taranglik sezilishi mumkin. Lekin bu xavfli narsa emas, shunchaki tanangiz va kayfiyatingiz dam olishni so'rayapti. O'zingizni majburlamang. Hamma narsani to'liq bajarish shart emas. Ba'zan ozgina to'xtash ham katta foyda beradi. Tashqarida esa bugun hayot biroz jonli. Takliflar, suhbatlar, oddiy uchrashuvlar sizni chaqirishi mumkin. Agar chiqib ketsangiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Kunning oxirida esa siz shuni tushunasiz. Bugun eng katta vazifa tanlov qilish emas, balki o'zingizni eshitish. Ichingizdagi ovoz qaysi tomonni tanlasa ham u to'g'ri bo'lishi mumkin. Siz esa bugun o'zingizga biroz mehr bilan qarashingiz kerak xolos. Aziz kuzatuvchilar, bugungi kun ham shu bilan yakunlandi. Ehtimol siz o'zingiz haqingizda biror yangi narsani sezgandirsiz yoki oddiy bir gap ham sizni o'ylantirib qo'ygandir. Eng muhimi, har bir kun sizga yangi imkoniyat beradi. O'zingizni tinglashni unutmang, chunki javoblar ko'pincha tashqarida emas, ichingizda bo'ladi. Keyingi bashoratni ham o'tkazib yubormang. Keyingi bashoratlarda uchrashguncha xayr-salomat bo'ling.